Instagram assalomu alaykum deganlar, yaxshimisizlar? Ertalabdan nimaga uyg'otaman sizlarni? Hozir tushuntirib o'taman. Bu videoyim ba'zi bir haligi o'zidan bir narsani yasab olgan g'ururi bola ancha-muncha ish qilmaydi-da. Ish yo'q deb yuradi-yu, shunaqa akalarga boshlanadi. Sababi bekarchisan, boshqa ish qilsang bo'lmaydimi, kap-kat odam deydiganlar, ishimiz ko'p bizni. Yana bitta ishimni sizlarga obzor qilaman bugun. Akalar, opalar, g'ururni bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, erkak kishi nima ish bo'lsa qilaverish kerak akalar. Xudo xohlash ishimiz davomida ozgina qo'yib qo'yamiz, nima ish qilishimiz. O'zbekiston hammamiz birimiz. Haqiqiy erkak ish tanlamaydi. Ro'zg'or uchun 2 dami, 3 dami turib harakat qiladi. Xudo xolasa manzilga otlandik. Mana soat 5 bo'ldi. Akalar, ish ko'p, prosta qidirish kerak. Bosamiz hamma bir videoni oxirigacha kuzatamiz. Qo'llab turasizlar jigarlar.